Bitta narsaga oydinlik kiritmoqchimiz. Bakterialniy ojog kasalligi bilan maniloz kasalligini bugun ajratishni o'rganamiz. Ko'pchilik maniloz kasalligini ham bakterialniy ojog kasalligi deb tashxis qo'yishadi. Bakterialniy ojog kasalligini bakteriya qo'zg'atadi. Maniloz kasalligini zamburug' qo'zg'atadi. O'shani ikkalasini farqlab olishimiz kerak. Bakterialniy ojogda qanaqa belgi bo'ladi, manilozda qanaqa belgi bo'ladi. Hozir bizga ham shunaqa ma'lumot bilan biz hozir bakterialniy ojog tushgan deb keldik bu bog'ga. Yaxshi bu yerda yo'q ekan u narsa. Maniloz bor ekan. O'shani ikkalamiz hozir birgalikda yechimini topamiz. Mana hozir bu yerda chaqiriq kelmoqchi. Manilozda ham, bakterialniy ojogda ham o'sha shoxlari qurib qoladi daraxtda. O'shandan ko'pchilik yaxshi bu nimani bilmagan, ajrata olmagani uchun o'shani maniloz kasalligini ham bakterialniy ojog deb fikr yuritishadi. O'shani biz hozir oydinlik kiritamiz.